Haydovchilar uchun jarima ballari tartibi 1-maydan kuchga kirmaydigan bo'ldi. Avvalroq yo'llardagi qoidabuzarliklar uchun jarima ballarini hisoblash tartibi joriy yilning 1-may sanasidan kuchga kirishi haqida ma'lum qilingan edi, ammo Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining bugun bergan axborotiga ko'ra, bu tizim 1-maydan e'tiboran kuchga kirmaydi. Bu borada normativ-huquqiy hujjat ishlab chiqilmoqda va mazkur hujjat to'liq shakllantirilib qabul qilingandan keyin mazkur tizim kuchga kiradi. Bu haqida qo'shimcha axborot berilishi aytib o'tildi. Ammo bu yo'llarda bemalol qoidalarni buzish mumkin degani emas, chunki jarima ballari tizimi kuchga kiradimi, kuchga kirmaydimi, bundan qat'iy nazar siz yo'lda sodir etgan qoidabuzarligingiz uchun belgilangan miqdordagi jarimani albatta to'laysiz. Ball tizimi bu sizni qanday haydovchi ekanligingizga baho beradigan va haydovchi sifatida sizni tarixingizni shakllantirib boradigan tizim hisoblanadi. Ya'ni siz 1 yil davomida 12 balldan, ya'ni jarima ballaringiz 12 balldan oshib ketadigan bo'lsa, aytib o'tilganidek 6 oygacha avtomashinani boshqarish huquqidan mahrum etilasiz. Shunday ekan, qoidalarni buzmaslik, ularga qat'iy rioya etish lozim. Bu videoni avtomashina boshqaradigan tanishingizga yuborib qo'ying.